Xo'p, xo'p, yaxshi, hurmatli tinglovchilar, bugungi darsimizda sizlar bilan poliploidiya haqida gaplashamiz. Demak, milliy texnika savollaridan yana birisi poliploidiya bo'yicha tushadigan savollar va yozma ishlar ishlash tartibi. Poliploidiya bo'yicha qanday qilib gameta olinadi? Genotipik nisbatlar, gametalar soni qanday qilib topiladi? Shular haqida gaplashamiz. Demak, esa boshlaymiz. Poliploidiya bu nima? Asosan xromosomadagi genlarning karra ortishi hisoblanadi. Ya'ni gen soni odatiga ko'ra ko'payib borishi. Misol uchun biz bir juft gen deymiz. Unda endi poliploidiyada genlar soni bir juftdan ko'payib borishdi. Ya'ni bir turga kiruvchi allel genlar sonining karrali ortish hodisasi poliploidiya deyiladi. Poliploidiyani ikkita turi ajratamiz. Biri muvozanatli, birisi esa muvozanatsiz poliploidiya bo'linib ketadi ekan. Xo'p, muvozanatli poliploidiyada asosan genlar juft to'plamiga ortadi. Ya'ni dominant ressiv gen miqdori juft sonda ortishi. Mana shu narsa muvozanatli poliploidiya hisoblanadi. Muvozanatsiz poliploidiyada endi asosan genlar soni tog' to'plami va dominant ressiv gen soni bir-birisidan nisbati farq qiladi. Misol uchun quyidagi ko'rinishda yoki bu holatda ortishi yoki bo'lmasa shunga nisbatan teskari. Dominant genlar soni 2 yoki ressiv genlar 3 dominant genlar 3 ressiv genlar 2 holatda ortish ko'rinishlari bular muvozanatsiz poliploidiya. Endi birinchi navbatda tanishib olamiz siz bilan muvozanatli poliploidiyada qanday qilib gametalar olinadi. Misol uchun birinchi turgan, ya'ni mana birinchi, mana ikkinchi, mana uchinchi bo'lsa, birinchi turgan bo'yicha ikkita dominant, ikkita ressiv gen holati bo'yicha. Unda ikkiga ajratib olamiz. Dastlab genlarni bir tarafiga dominant genlarni, ikkinchi tomonga ressiv genlarni o'tkazib olamiz. Keyin bitta dominant gen, bitta ressiv gen olinadi. Bu birinchi gametamiz, ikkinchi gameta, uchinchi gameta. Demak, bu yerda ikkita dominant, ikkita ressiv gen, ya'ni 4n to'plamda 3 xil gameta chiqadi ekan bu holatimizda. 3 xil gameta. 3 xil gameta olindi. Endi ikkinchi holat bo'yicha katta, kichika davrada bo'lsa, mana ham ikkiga ajratib olamiz. Bir tomonga dominant genlar, ikkinchi tomonga ressiv genlarni belgimiz. Xo'p, endi bitta dominant genni ressiv gen tomonga beramiz va ressivdan bittasini olamiz. Demak, ikkita dominant, bitta ressiv, bitta dominant, ikkita ressiv genlar. Jami 4 xil gameta hosil bo'ladi ekan bu holatda. Demak, 6n holatimizda 4 xil gameta olinadi ekan. Endi uchinchi holat bo'yicha oladigan bo'lsak, uchinchi holatimiz bo'yicha demak, katta, kichika 8n to'plam holati. Mana ham ikkiga ajratib olamiz. 4 ta dominant gen va 4 ta ressiv gen. Dominant genlardan bittasini o'rnini ressiv gen qo'yamiz. Olingan ressiv gendan esa bitta dominant genni beramiz. Endi ikkinchi dominant genni olib kamaytiramiz. Ikkita ressiv bo'ldi. Oya taraf ikkinchi dominant genni beradi bo'lsa, o'xshash qiladi. Demak, bu yerda общий 5 xil gameta chiqdi. 1, 2, 3, 4, 5 xil. Demak, 8 holat bo'yicha endi 5 xil gameta olamiz ekan.
Xo'p, endi bu gametalar soni nechtadan chiqadi? Shuni hisoblaymiz. Bu yerda 5 xil gameta chiqdi, lekin umumiy gameta soni hali noma'lum. Buni qanday qilib topamiz? Muvozanatli poliploidiyada asosan gameta xil sonini topishda biz foydalanamiz. Paskal uchburchagidan foydalanamiz, hurmatli tinglovchilar. Hop, Paskal uchburchagi qanday yoziladi yoki yasaladi? Buning uchun birinchi birni belgilab olamiz. Birda ikkita qo'l chiqaramiz. Har bitta qo'lga bittadan bir beramiz. Keyin har biridan ikkita qo'l chiqaramiz. Birinchi bir, endi ikkinchi o'rtadagi qo'llar. Ikkala bir-biriga qo'shiladi. 2 bo'ldi. Va oxiri yana bir. Bundan xuddi shu tartibda qo'l chiqariladi. Dastlab birni o'zi, ikkala qo'l birlashadigan joyda 1 va 2 qo'shiladi. Qo'shuv bo'ladi. Bu yerda endi 3 chiqadi. Bu tarafa xuddi shuni 2 va 1 qo'shiladi. Yakka qo'l o'zidan 1 tushib turaveradi. Yana bulardan xuddi shu tartibda qo'l chiqaramiz. 1 o'zi tushadi. 3 bilan 1 qo'shilib 4 bo'ladi. 3 bilan 3 qo'shiladidan 6 bo'ladi. 3 bilan 1 qo'shiladidan 4 va 1 ni o'zi tushadi. Keyingisidan xuddi shu tartibda 1 ning o'zi 1 bilan 4 qo'shilib 5 bo'ladi. 4 bilan 6 qo'shilib 10 bo'ladi. 6 bilan 4 qo'shilib yana 10 qo'shilib 5 va 1 ni o'zi. 1 bilan 5 qilib 6, 15, 20, 15, 6, 1. Shu tariqa bitta n holat, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n. Asosan to'plama nisbati olinadi. Misol uchun endi shu yerda bizda boya yozgan birinchi holatimiz. Katta, katta, kichika, kichika holat. Buni ikkiga ajratdik. Katta, katta, kichika, kichika va katta, kichika gap chiqdi. Bu gametalarni yozish tartibi nechuk bo'ladi endi? Asosan heterozigota o'rtada joylashgan holatda bo'ladi. Ya'ni yellamiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi gameta deb joylashtirib oldik. 3 xil gameta chiqdi. Bu asosan 4n to'plam. Buning uchun biz endi pastga o'shirgan gap chiqib, bu gametalar sonini topchak bo'lsak, uni 2 ga bo'lib beramiz. 2n to'plam gap chiqadi. Demak, 4n uchun muqobil variant bu 2n to'plam to'g'risidagi qiymat. Birinchi, dominant gamma-zigota soni. Bu deganimiz, demak, dominant gamma-zigota, ya'ni ikkita dan keyingi bo'lgan gametamizda qiymatini topchak bo'lsak, 1 ning kvadrati 1 bo'ladi. Ikkinchisi 2. Bu heterozigota gameta soni deb qaraladi. 2 ning kvadrati bo'ladi. Bu 4 ga teng bo'ladi. Uchinchisi 1. Ikkita resigelli gametamiz 1 ning kvadrati teng 1 bo'ladi shu tariqa. Demak, bundan 1 dona heterozigota gametamizdan 4 dona, resigomazigotadan 1 dona gap chiqadi ekan shu tariqa. Xo'p, endi keyingisi, misol uchun katta, 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 kichika, kichika, kichika. Bundan chiqadigan gametalarimizni boya yozuvdik. Katta, 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 kichika, kichika, kichika. Bitta dominant kelindi. Olamiz, onları resiviga beramiz. Bittasi esa deyanatda dominant kelimiz almashdi. Xo'p, endi bu yerda gametalar tartibi nechuk bo'ladi? Bu birinchi gameta, ikkinchi, uchinchi, resigomazigoda oxirida 4-chi bo'lib qoladi. Shu tartibga e'tibor etasiz. Demak, hammasi dominantlar birinchi, hammasi resivilar oxirida. Ana endi dominant va resivin aralashib qolganda o'rtada joylashadi gametalar soni ketma-ketligi bo'yicha. Shu yerdan qarab qo'yasizlar. Shu bo'yicha misol uchun birinchi gametamiz katta, katta, katta. Ikkinchi gametamiz katta, katta, kichika. Uchinchi gametamiz katta, kichika, kichika. To'rtinchi gametamiz hammasi kichika, kichika holatdagisi. Xo'p, bundan chiqib oladi endi. Bu 6n to'plam. Buni 2 ga bo'lib beradi bo'lsak,
Demak, bizlarda 3n. Demak, bu yerda pastki ochiq burchagi bo'yicha 3n qiymati bo'yicha qaraymiz. Shu yerda 3n qiymati bo'yicha necha bo'lib turibdi? 1, 3, 3, 1. Yozamiz. 1 ning kvadrati, 3 ning kvadrati, 3 ning kvadrati, 1 ning kvadrati teng. Demak, hammasi dominant yerli gametamizdan bir dona, bitta ressiv ikkita dominant yerlidan 9 ta, ikkita ressiv bitta dominant yerli gametamizdan 9 ta va hammasi ressiv gametamizdan bitta chiqadi. 1, 9, 9, 1 nisbatda chiqadi ekan gametalar. Demak, bu yerda jami gameta soni 20 ta bo'ldi. Gameta 4 xil, jami gameta soni 20 xil. 20 ta chiqdi. Va ekinda esa 4 to'plamda jami gameta soni 6 ta. 3 xil gameta bo'ldi. Demak, 6 ta gameta chiqdi. Bu yerda esa 20 ta gameta. Necha xil deydi bo'lsak? 4 xil gameta. Bunda esa 3 xil gameta chiqqan holatda bo'ldi. Xo'p, endi bu bo'yicha chashtirib turib avlod bo'lsak chi bo'ladi. Misol uchun, xuddi shunday ikkita organizm chashishgan bo'lsin. Ya'ni katta, katta, kichika, kichika, katta, katta, kichika, kichika shular chashishadigan bo'lsa, unda avlod qanday topiladi? Bu yerda endi 3 ajratib olib, 9 talik pinnet ketaga chizib olamiz. Demak, bu yerga katta, 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 kichika, kichika, kichika gametasi. Yana katta, 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 kichika, kichika, kichika gameta. Demak, bundan bitta, bundan 4 ta, bundan bitta gameta chiqdi. Bu 1, 4, 1. Xo'p, birinchi kategimizda chashishadi. 4 ta dominant gelli individ kelib chiqadi. Katta, 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 katta. Bundan bir donasi bu gametalar bir-biridan. Keyingi ketagimizda katta, 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 kichika, 1, 4, bundan 4 ta chiqar ekan. Ya'ni 3 ta dominant, bitta ressivli individimizdan. Katta, katta, kichika, kichika, bundan bir dona. Keyingi qatorimiz 4, 16, 4 nisbatda. Undan keyingisi 1, 4, 1. Demak, bu yerdagimizdan katta, 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 kichika 4, 3 ta dominant, bitta ressiv общий 8 ta bo'ldi bu yerda. Keyin katta, katta, kichika, kichika 2 ta dominant, 2 ressiv 16 ta chiqdi bu yerda. Bu yaqinda endi katta, kichika, kichika, kichika. Bu yerda katta, katta, kichika, kichika. Bu yerda endi katta, kichika, kichika, kichika. Hammasi ressiv yerli gametamiz. Demak, bu yerda qayta olsak, 4 ta dominant gelidan bitta, 3 ta dominant bitta ressivlidan 4, 4, jami 8 ta, 2 ta dominant, 2 ta ressiv gelidan 1, 17, 18 ta, bitta dominant 3 ta ressiv gelidan 8 ta va hammasi ressiv, ya'ni 4 ta ressiv gelidan bitta. 1, 8, 18, 1, 8, 1 nisbatda gap chiqdi. Общий genotipik va fenotipik nisbatlar bo'ldi bu yerda o'z navbatida. Agar dominant va ressiv insonda bog'liq holatda belgilanadigan bo'lsa, genotip va fenotip nisbat 1, 8, 18, 1, 8, 1 nisbatda chiqadi. Agar bu yerda dominant gen to'liq namoyon qilinadigan bo'lsa, shu yerni e'tibor etasiz. Dominant gen o'zini to'liq namoyon qiladi, faqat ressivga holatda chiqadi desa, 36-dan 35 tasida, ya'ni fenotip bo'yicha 35sida dominant belgi namoyon bo'ladi, faqat bittasigina ressiv belgi namoyon bo'ladi. Shuni ham qarab qo'yasiz savol mazmuniga nisbatan. Dominant ressiv gen miqdoriga bog'liq holatda belgilanadi desa, 1, 8, 18, 8, 1 nisbatda chiqib turibdi. Agar dominant gen o'zini to'liq namoyon qiladi desa,
35 bir nisbatda chiqishi ham mumkin. Fenotipik nisbat. Lekin genotip nisbati o'zgarmaydi. 1, 8, 18, 8, 1 nisbati bo'lib turaveradi. Xo'p, yana bu holatdagi chalishtirishdan bilib oldingiz. Endi sizga ikkita topshiriq shunda. Bo'yicha birinchi topshiriqimiz katta, 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 kichika, 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 kichika. Ishdan chiqadigan gametalarni sonini topib olasiz. Ikkinchi topshiriqimiz esa katta, 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 kichika, kichika, kichika. Shu bilan katta, 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 kichika, kichika, kichika. Chiqqanda chiqadigan avlod sonini, gametalarni finitga joylaysiz, avlod sonini yozib berasiz, hurmatli o'quvchilar. Bu ikkinchi topshiriqimiz. Birinchi topshiriq, ikkinchi topshiriq. Ana yaxshi, uchinchi topshiriq bu milliy sertifikat savollarida o'sha o'tgan yilgi oxirgi bo'lgan sertifikat 2005 oxirgi sertifikatda tushgan savol 35 dan 40 gacha bo'lgan savolni ichidan shunday savol tushadi. Katta, katta, kichika, kichika, katta b, katta b, kichik b, kichik b. Yana shundan A sharti. Necha xil gameta olinadi? B sharti. Nechta gameta olinadi? Shuni topishingiz kerak bo'ladi. 3 ta topshiriq. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi. Agar muvozanat poliploid bo'yicha savollarimiz bo'lsa, yozib bering hozir Telegram gruppamizga. Qo'yisham ko'rib beraman. Yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, yana bir marta takrorlab berishingiz mumkin. Marhamat, kimlarda savollar yoki tushunmagan joylaringiz bo'lsa, aytinglar. Quloqim sizda. Guruhga yozib bersangiz ham bo'ladi. Biologiya milliy sertifikat guruhiga yozib bering. Xo'p, yaxshi. Ustoz, 1, 8, 18 nisbatlarini chekib chiqargansiz, qaytadan tushuntirib bering. Xo'p, mayli, demak savollar bo'lmasa, davom ettiramiz. Endi muvozanasiz poliploidiya bilan tanishib chiqamiz. Ustoz, yangi qaytadan 1, 8, 18 nisbatlarini chiqargansiz, tushuntirib bering. Demak, muvozanasiz poliploidiya. Muvozanasiz poliploidiya hurmatli o'quvchilar, Paskal ushbudan foydalanmaydi. Bunda endi gameta sonini hisoblashda butunlay boshqa tartibda foydalanamiz. Endi misol uchun birinchi boshimiz katta, katta, kichika, 3 talik gen. Ya'ni gen holatda tasavvur qilib olsak, bu muvozanasiz holatda bo'ladi. Bundan gameta oladigan bo'lsak, dastlab
katta, kichika. Ya'ni dominant kelli alohida, ressiv alohida ajratib oldik. Keyin bitta dominant genni ressiv gen bilan almashtiramiz. Katta, kichika holatdagi gameta. Demak, jami 3 xil gameta chiqdi bu yerda. 3 xil gameta bo'ldi. Uzr, yolg'ish ketman. 3 xil emas, 4 xil gameta chiqadi. Saviyada bitta dominant genni bu yana qo'yamiz dedik. Jami 4 xil gameta chiqadi ekan bundan. Bitta dominant keldi, bitta ressiv keldi, bitta dominant, bitta ressiv keldi va bitta dominant keldi. Endi bu gametalar soni qanday topiladi? Bu bo'yicha ham ketamiz. Demak, mana endi faktorialdan foydalanamiz. Eslab qolamiz. Gameta sonni topish. Bu yerda parentesdagi jami dominant gen bo'lsa, dominant gen sonining faktoriali bo'ladi. Pastda gametadagi dominant gen sonining faktoriali bo'ladi. Pauz qo'yamiz. Ota-onadagi jami dominant genning faktorialidan tashimiz gametada qatnashgan dominant gen sonini. Bunda chiqqan qiymat. Ya'ni misol uchun dominant gamozigota gameta sonini topsak, ikkita dominant gendan iborat bo'lgan. Yozamiz. Bu yerda parentis ota-onada gen. Dominant gen nechta? Ikkita. 1, 2. Demak, beri 2 ning faktoriali bo'ldi. Mana endi gametamizda dominant gen sonichi 1, 2. Demak, ham 2 ning faktoriali bo'ladi. Pauz 2 ning faktoriali minus 2. Yap pauzni. Bu yerda ya'ni birinchi ikkimiz ota-onadagi jami dominant genlar soni 2 ta bo'lgani uchun 2, ikkinchi ikkimiz qavzdagi minus 2miz bu gametada qatnashgan jami dominant gen soni. Endi shu yerda yozadigan bo'lsa 2 ning faktoriali 2 ko'paygan 1, 2 ko'paygan 1 qavuzchinda 2 olib tashlab olsak 0, 0 ning faktoriali. 0 ning faktoriali 1 chiqadi, hurmatli tinglovchilar. 2 ning faktoriali 2, 2 ko'paygan 1 teng 1. Demak, bu gametamiz soni bitta ekan. Ya'ni katta gametamizdan bir dona chiqadi ekan. Endi shu yerda ressiv gen uchun ham ishlaymiz desangiz, ota-onadagi jami ressiv genning faktoriali, keyin gametadagi ressiv genning faktoriali, ota-onadagi jami ressiv genning faktorialidan gametada qatnashgan ressiv genning faktorialini ayirma qilib beramiz. Shu formula. Asosiy bu kichika bo'yicha. Qaraymiz. Bu yerda ressiv genimiz bitta qatnashgan. Demak, 1 ning faktoriali pastdan gametamizda bir dona bo'yna bor yo'qsa, bir dona ressiv, 1 ning faktoriali bo'ldimi? 1 ning faktoriali minus 1 ning faktoriali teng. Bu 1 chiqadi o'z navbatida. Bu gametamizdan ham ekan. Va ressiv gendan iborat bo'lgan gameta. Endi keyingisi heterozigota. Heterozigota gametamiz, ya'ni bitta dominant, bitta ressiv genga ega bo'lgan gameta holati. Unda endi biz ikkiga ajratib beramiz. Birinchi dominant gen saqlash ehtimoli faktorialini topa olamiz. Dastlab dominant gen 2, demak, dominant gen uchun va ressiv gen uchun alohida topiladi. Bu gametamizda endi dominant gen soni qayda bo'lsak, faqat bitta. Demak, bu yerda 1 ning faktoriali bo'ladi. 2 minus 1 ning 2 ning faktoriali minus 1 ning faktoriali bo'ladi. Pauz yopiladi. 2 ning faktoriali 2 chiqadi. 1 ning faktoriali 1. Qovushinda 2 minus 1 1 ni beradi. Bu 1. Demak, bundan 2 bo'ldi. Pastda endi ressiv gen uchun oladigan bo'lsak, 1 ning faktoriali 1 ning faktoriali 1 minus 1 ning faktorialidan 1 ning faktorialini olib tashlaymiz. Bundan 1 chiqadi. Ana endi shu общий
Dominant resigen tutganini topish uchun ikkalasini bir-birisiga ko'paytiriladi. Ya'ni 2 ko'paytiramiz 1 teng 2 Demak, dominant va resigen saqlovchi gametamizdan ikkita chiqadi ekan. Endi keyingisi. Faqatgina bitta dominant gen saqlovchi gametamiz qoldi. Bu gametamiz hosil jami ikkita ota-onada 2 ning faktoriali. Bu gametani hosilda faqat bitta dominant gen qatnashgan 1 ning faktoriali, 2 ning faktoriali minus 1 ning faktoriali teng 2 chiqadi. Demak, bu gametamizdan ikkita ekan. Katta genidan iborat bo'lgan gametamiz shu tariqa. Demak, общий счет yozib qo'yadigan bo'lsak, bu organizmdan chiqadigan gametalardan bittasi katta gametasi, ikkita katta kichika, ya'ni dominant va ressigen saqlovchi, ikkisi dominantga saqlovchi va kichika birsi ressigen saqlovchi gameta bo'ladi ekan. Общий jami gameta soni bu yerda endi hisob kitob qiladigan bo'lsak, 2, 3, 5, 6. 6 ta gameta olindi shu tariqa. Demak, 3 to'plam bo'yicha chiqadigan gameta soni shu bo'ldi, 6 ta bo'ldi shu tariqa. Xo'p, endi davom etamiz. Bergan holat bo'yicha nechta bo'ladi endi gameta soni hisoblaymiz desak. Misol endi bizda bu holatga tushdi. Katta, kichika. Bunday holatda gameta turlarini topib olsak, dominant genlar hammasini bir tomonga o'tkazib olamiz, ikkinchi tomon hammasini ressigen. Keyin bitta dominant gen bilan bitta ressigenni o'rnini almashtirib tashlaymiz. Katta, kichika. Keyingi gametamizda ikkinchi ressigen bilan ikkinchi dominant genni o'rnini almashtirib tashlaymiz. Katta. Boshqa almashtirma ressigen qoldimi? Yo'q. Qamat demak bo'ldi. Bu yerda demak общий necha xil gameta chiqadi ekan? 6 xil gameta hosil bo'ladi ekan. Jami 6 xil gameta bo'ldi. Endi bu gametalarni sonini topamiz. Xuddi boyagidek, yana faktorial. Demak, birinchi gametamiz katta b 3 ning faktoriali 3 ta gameta, 3 taga qatnashgan gametada dominantning hammasi 3 ning faktoriali, 3 ning faktoriali minus 3 ning faktoriali teng 3 ko'paygan 2 ko'paygan 1 3 ko'paygan 1 qolishini va 1 chiqadi. 0 ni faktoriali 1 chiqadi. Bu yerda endi 3, 2 qisqarib ketadidan общий 1 dona chiqar ekan. Demak, bu gametamizdan bitta ekan. Keyingisi endi katta, kichika gametamiz. Bo'yicha 2 ajratamiz boyatganimiz dominant genlar uchun, ressiv genlar uchun topib olamiz. 3 ning faktoriali, bunda ikkita dominant genlar 2 ning faktoriali, 3 faktorial minus 2 faktorial teng 3 ning faktoriali 6, 2 ning faktoriali 2 bo'ladi. 3 dan 2 ni tashlaydi 1 chiqadi. Bu deganimiz 6 bo'lingan 2 teng 3 ekan. Ressigen bo'yicha qidiradi bo'lsak endi jami unitda ikkita ressigen 2 ning faktoriali, shundan birisi qatnashgan 1 ning faktoriali, 2 ning faktoriali minus 1 ning faktoriali teng 2 ning faktoriali 2, 1 ning faktoriali 1, 2 minus 1 baribir 1 chiqadi. Bu deganimiz 2 bo'ladi. Mana endi bu ikkisini ko'paytirib beramiz. 3 ko'paygan 2 teng 6. Demak, bu gametamizdan 6. Bundan 1, bundan 6 xil gameta chiqdi. Tariqa. Davom ettiramiz. Xo'p. Endi 1 ta ressigen saqlaymiz. Bu bo'yicha xuddi shu tartibda. Dominant keyin ressigen uchun. Dominant gen uchun 3 ning faktoriali taqsim 1 ning faktoriali 3 minus 1 ning faktoriali teng
3 faktorial 6, 1 ko'paygan. 3 ta 1 naftachidan 2 qoladi. 2 ni faktorial 2 chiqadi. Demak, 3 bo'ldi. Resigen bo'yicha oladi olsak endi. 2 ning faktoriali ikkitasi qatnashgan 2 ning faktoriali 2 minus 1 faktorial minus faktorial teng. Bu 0 oladi. 0 ning faktoriali 1 bo'lib ketadi. 2 ning faktoriali 2, 2 ning faktoriali 2, 2 2 bo'lsak 1 chiqadi. 1 chiqadi. Kelasini bir-birisini ko'paytirsak 3. Demak, bu gametamizdan 3 ta chiqadi ekan. Keyingisi endi kichikka. Bu asosan 2 ning faktoriali taqsim 2 ning faktoriali ichida 2 faktorial minus 2 faktorial. Undan demak 1 dona chiqadi ekan. Undan keyingisi katta kichikka gametasi. Ham 2 ga ajratib olamiz. Dominant va resigen uchun 3 ning faktoriali 1 ning faktoriali 3 minus 1 ning faktoriali teng 3 chiqadi. 3 ning faktoriali 6, 1 ning faktoriali 1. Qovus ichida 3 dan 1 ni tashimiz 2, 2 ning faktoriali 2 bo'lib, 6 ni 2 ga bo'lsak 3 chiqib turibdi. Aksi 2 ning faktoriali taqsim demak shunda bitta resigen qatnashgan 1 ning faktoriali 2 ning faktoriali minus 1 ning faktoriali teng 2 chiqadi. 2 ning faktoriali 2, beda 1, qoluvchidan 1 chiqadi. 1 ning faktoriali 1, 2 ni 1 bo'lsa 2. Ikkalasini ko'paytirib olsak, demak 6 bo'ladi ekan. Ko'paytirib, 3 ko'paytiramiz. Teng 6. Demak, bu gametamizdan ham 6 ta gameta bundan 1. Va ikkita dominant genli gametamiz qoldi. Ikkita dominant gen bo'ladi o'zi. 3 ning faktoriali taqsim 2 ning faktoriali 3 faktorial minus 2 faktorial teng. Unda 3 chiqadi. Demak, bu gametamizdan 3 ekan. Demak, har bitta gameta sonini topib chiqdik endi. Shu tariqa topildi. Demak, bundan 1 dona 6, 3, 1, 6, 3. Yig'indi qiladigan bo'lsak 7, 10, 10, 10 jami 20 ta gameta hosil qiladi ekan bu muvozanasimiz. 6 xil gameta jami 20 ta gameta bo'ldi. Xo'p, endi bular bo'yicha avlod oladigan bo'lsak, shikolat versiyada chashtiradigan bo'lsak. Demak, yuqoridagi 3 to'plam bo'yicha avlod olishga yuradigan bo'lsak. Xo'p, mayli. Shu qismga yozib qo'yamiz. 3 to'plamlar o'zi yarasha. Demak, katta, kichikka chashtiramiz. Katta, kichikka. Bitta endi asosan 4 xil gameta chiqadigan bo'lsa, 16 li pinga chizib olamiz. Gametalarni joylashtiramiz. Demak, katta, kichikka, katta, kichikka. Bera xuddi shu tartibda. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Demak, birinchi kerakchashtiradi bo'lsak, 3 ta dominant yerlidan 1 dona, bitta dominant gen, bitta ressiv yerlidan 2, ya'ni 2,
1 şu kadardı. Bu kadarımız şudur. 2, 4, 4, 2. Bu kadarımız bitti. 4, 4. Bir de individual çıkardı. 1, 2, 2, 1. Hoş indi mesajlaştırılsa bir de fakat ikkita dominant keyin bitta dominant bitta receive individ, uchta dominant bitta receive, ikkita dominant ikkita receive individ, ikkita dominant birista receive individ, bitta receive bitta dominant yerli, bitta dominant keyinli, ikkita dominant bitta receive, ikkita dominant yerli, bitta dominant bitta receive individ, ikkita dominant bitta receive, bitta dominant ikkita receive, bitta dominant bitta receive. Ve ikkita receive geldi individ soni. Shu tariqa pinitkada ham to'ldirib bo'ldik. Xo'p, endi bu yerda ko'radigan bo'lsak. Xo'sh, bu yerda endi 1, 2, 3 dominant yerli individ chiqib turibdi. Bu yer tarafga yozib qo'yar endi. Demak, F avlod 1, 2, 3 ta dominant yerli, ya'ni shudaki. Bunun o'shidan bormi boshqa? Bor. Demak, B'da xuddi shu bitta gametani birinchi xato yozib qo'yibmiz ekan. Ikkita dominant keyin bo'ladi ekan. Shu yerda xato qilyapmiz. Shu xatomizni to'g'rilab qo'ydik yana. Birinchimiz 4 ta dominant yerli bo'ladi ekan. Shu yerda o'g'irlandi. Demak, bu ketagimizda общий 4 ta dominant keyin 3 ta dominant bitta receive, 3 ta dominant, 2 ta dominant bitta receive yerli. Shu xatomizni to'g'rilab berdik. Bundan faqatgina bir dona chiqar ekan. Keyingisi 1, 2, 3 ta dominant, bitta receive yerli. 2, 2, 4. O'shadan boshqa bo'lmadi. Diqqat bilan qarab ko'ramiz. Yo'q, bunda общий 4 ta chiqadi ekan. Keyingisi 3 ta dominant keldi. 1, 2, 3. B'da bor ekan 2 dona va pastda B'da bor 2 dona shu yerda bor. Bundan ham 4. Boshqa joyda yo'q. Demak, bundan 4. Keyingisi 1, 2 ta dominant, bitta receive. Xatolarimizdagi hammasi diagonal bo'yicha 1, 5, 9, 10. Общий bundan 10 dona chiqdi. Keyingimizga keldik hisoblangan bunisi endi. Ikkita dominant, ikkita receive. 1, 2, 1, 2. Bu yerda faqat 4 dona va boshqa yo'q. Bundan 4 dona. Bundan keyingi o'tdik hisoblangan bitta dominant keyin 1, ikkita receive keyin 2, 2 va pastda diagonal bo'yicha bundan ham 4 dona bo'ldi. O'tdik endi. 3 ta dominant yerlarga yetgan, 2 ta dominant yerlar. 1, 2. Shu yerda bor. Bundan maksimal o'zi 4 dona bo'ladi ekan. Keyingisi bitta dominant, bitta receive. Katta, kichika bundan 4 dona va ikkita receiver'dan 1 dona bo'ldi. 1, 4, 4, 10. Ular 4 4 dona. Общий. Demak, jami individ soni 3, 6, 6, 36 bo'lishi kerak. 5, 19, 23, 27, 28, 32, 36. Jami individ soni 36 ekan. Shuda. Bu yillarning son nisbati bo'yicha va genetik nisbat bo'yicha shunday 1, 4, 4, 10, 4, 4, 4, 4, 1 chiqdi. Shu tariqa. Yana bu tartib ishlanadi.
Bu bo'yicha ishlash tartibimiz tushunarlimi? Ba'zi xatolar bo'lgani uchun uzr so'rab qo'yamiz, vaqt to'g'rilab qo'y deb. Endi topshiriq. Hop, topshirig'imiz qanday bo'ladi endi? Muvozanat poliploidiya bo'yicha birinchi topshiriq. Katta, katta, kichikka, katta va katta va kichik. Shundan chiqadigan gameta xillari va sonini topasiz. A gameta soni B necha xil gameta topiladi. Ikkinchisi, yana chashtiramiz. Katta, 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 kichikka, kichikka. Shu ikkisini chashtirib pinnida joylaysiz. Necha xil kombinatsiya chiqishi mumkin. Shu bo'yicha bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz edi shu bo'yicha. Savollar bormi? Savollar bo'lsa, tushunmaylaringiz bo'lsa ayting. Yana bir marta takrorlab beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar. Guruhga yozsangiz ham bo'ladi. Bemalol. Agar guruhga yozishga uyalib olmasangiz, lichkam yozib bering. Ko'rib chiqib beramiz. Uyga yozib olsangiz, keyingi darslarni bajarib qo'yasiz. Savollar yo'qmi? Xo'p, unda esa keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, hurmatli o'quvchilar.